Hürmetlik vatandaşım, ikinci katımlık leksiyemizden başlayımız. Bu leksiyanın mavzusu mındak. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping tünce katım uçuraşkanda Prezident'den hatalaşıp kalmaslığı doğrusunda Amerika Bilim Hazisi ihtiyat kılışını tapıladığı mavzulu haber 3. ayının 27. günü Dovitor bitide ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika matbuatlarının aşkarlışı Cungo'nun reisi Xi Jinping, Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump bilan 4. ayının başlarında uçuruşuş elip barıdı. Amerika taraf körüstüp, Cungo'nun bazı teşebbüslerden huşyar buluşumuz gerek dep aytdı. Amerika Bilim Hazinesi Strategiya ve Xalqaro Tadqiqot Markazi növbəti maqali e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning samiga selib, Jungoning yangicha cho'ng davlatlar munosabati tashabbusini qabul qilmasligini talab qildi. Maqalda munda ko'rsatildi. Bu söz ibarla adli quruluş xarakterlik münasibetni qabul qilishdan derak bermaydi. Balki Amerika Jungoning har qanday jonijon manfaatiga xiris qilmasligi kerak degandan derak berdi. Muhimi kompartiyaning huquqini monopol qilib olishi hamda davlatning territoriya butunligini o'z ichiga oladi. Demek Amerika Qo'shma Shtatlari mushu shartlarni qabul qilish kerak deganlikdan derak berdi. Osiyoda Jungo ko'p erkinlik berish. Ya Jungo'nun ichki qismidagi erkinlik emas, Osiyo qit'asida Amerika Jungo'ga ko'p erkinlik berish. O'xshashli Jungo bilan hamkorlashib, zo'r xalqaro masalalarni hal qilishga tayyorlik qilish. Lekin bu tasviriy so'z iboralar muhimi Jungo'ning barobar sherik bo'la olishini e'tirof qilish. Bu dal Amerikadan real bo'lmagan umid kutish deganlikdir. Amerika'nın sabık muavin prezident Joe Biden bir qatımlıq Jungo səfirida bu sözünü ağızdan çıkarıp koyup, çoğun devletler münasibeti doğrusidagi gapni ağızdan çıkarıp koyup, sabık hükümet intayin köp zihnini sarf qilib, bu bayonotda qaytirib algan edi. Maqolada yana mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump hükümeti meyli qandaq sol qo'llanib, Amerika yetakchiligidagi ramkani qurib chiqsin. Bu hukumat shunda xatolik o'tkazishdan, shunda savallik o'tkazishdan ehtiyotchanlik bilan saqlanishi kerak. Amerikada 2016-yılı qurilgan yangi bir xil matbuot akşas 3. ayının 13. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump kelar oyda Florida shtatida Mar-a-Lago Resort dam olish sarayida Jungoning raisi Xi Jinpingni kutib oladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Planni biladigan amaldorlarning oshkorlashiga asoslanganda prezident Trump bilan reis Xi Jinping uchrashuv davomida gol top oynamaydi. Muhimi xizmat bilan so'zlashadi. Ko'rish vaqti 4. ayning 6. kunidan 7. kunigacha. Akshas torbeti bu bir parcha xabarni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining siyosiy axborot politikaning Oqsaroyda turishdiq sobiq muxbiri Mike Allen egallagan. Allen Akshas matbuotni qurib chiqqanlarning birisidir. Reis Xi Jinping agar Amerika ziyoratga keladigan bo'lsa, bu prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning tunji qatim uchrashishi bo'lib hisoblanadi. Amerika Jungo munosabatining kelgisiga muqom bekitishda alohida ahamiyatga ega. Sobiq prezident Obama davrida Beijing Amerika Jungo o'rtasida yangicha cho'ng davlatlar munosabati tiklashni aktiv yo'lga qo'ydi, lekin kutgan natijaga erishalmadi. Bu intayin zo'r tashabbus deb qaralgan bu tashabbus hozir tarixiy sahnadan chekindi. O'tganda biz chekindi dedik-ku, hozir endi bu tashabbus cho'ng davlatlar munosabat tiklashdan iborat tashabbus hozir tarix sahnasidan allaqachon chekindi. 2015-yil 9. ayning 24. gün Jungoning reis Xi Jinping Washingtonda Belayir mehmonxonasi sobiq prezident Obama bilan Jungo Amerika davlat boshliqlari suhbat o'tkazdi. Reis Xi Jinping shu vaqtda mundaq ko'rsatdi. Faktda to'liq ko'rsatdiki,
Amerika Jungo o'rtasida yangicha cho'ng davlatlar munosabatini turg'izishdan iborat. Bu nishon intayin to'g'ri, kuchli hayotiy kuchga ega ekanligini ta'kidlab ko'rsatdi dedi. Lekin Amerika taraf Jungo tashabbus qilgan yangicha cho'ng davlatlar munosabati masalasiga hushyor bo'lishni hozirgacha saqlab keldi. Kolumbiya universitetining professori Andrew Nathan shu vaqtda mundaq ko'rsatgan: atalmış yangicha cho'ng davlatlar munosabati bu faqat Jungo avval so'zli bo'lib, Amerikani o'zining qonunliq bexatarlik manfaatiga bo'ysundirish uchun ishlatgan bir yurish so'z iboradir. Andrew Nathan sobiq prezident Obamaning bilib bilmay qiltaq tushib qolmasligini shu vaqtda ogohlantirgan edi. O Nathan mundaq hisoblagan edi: Jungoning bexatarlik manfaati intayin keng doirlik, jumladan Amerikaga Jungo siyosiy hokimiyatining hozirgi holatini e'tirof qildirish, Jungo kishilik huquq sohasida qandaq dafsandlik qilaman desa, buning yo'l qo'yish, Jungoning sharti dengiz janubi dengizga, sharqi dengiz va janubi dengizga territoriya talab qo'yishini qabul qilish, Amerikani Jungoning xalqaro savdosiga bo'ysundirish qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi.